Sardor, men siz uchun butun dunyo bilan urush qilyapman, siz nima meni jalb deyapsiz? Men ko't bo'lasiz agar jalb degan bo'lsam. Mana hamma aytyapti, Sardor sen jalablarga qo'shilib va hozir men bu Turkmanistonliklar bilan urushib yotuvdim hozir. Qochib ketdi, ko'ting. Men shu video ishlaringni ko't dedim, u dedim, bu dedim deganga urush qilib yotuvdim hozir. Men melchopkalar bilan gaplashmayman. Qalaysiz? Yaxshi. Sog'ligingiz zo'rmi? Katta qiz men sizga gapirganim yo'q. Odamlar aytayapti, Nozi ham bor edi bir temada. Ikkitasi qamalib ketibdi, Nozi ham bir bola bo'libdi deb sizga gapirishyapti. Men aytdim, yo'q, Nozi nima temada bu gurrangida bo'lishi mumkin, bu Amerikada bo'lsa o'qizdi. O'toqni yebdi. Men bor edim, men qanday bor edim? Ular aytayotganda men aytdimki, militsiyaga yozib ber dedim. Men unaqa qilib yurma dedim. Birinchi yozgan odam yutadi dedim. Militsiyaga yozib ber, nima qilasan? Boshingni og'ritib, unaqa qilib, tema qilib dedim. Pullarimni bermayapti dedi. Chunki rasmlarni, videolarini olgan, birga yurgan, yashagan, pulini bermayapti. Krediti bor-ku, Shahini bilasiz-ku. Men qayerdan bilaman uni? Men eshitmaganman. Qiynalib qoldida haqqini so'radi, bermadi haqqini, tamom? Ya endi onasizga haqqini bermasdan u odam nima dolishimmi? Yo'q, TikTokdan chiqib ket degandan keyin Sardor bironta qizga TikTokka kirmamasang o'zim padishka qilaman desa aytganingiz qilgandan keyin berish kerakmi? TikTokka kirmay, o'ynamay, hammadan kechib birga Dubaylarga borib keldi-ku, biladi-ku hamma. Mana onangni eshitasiz-ku, mana Harromi ham keldi, mana bu yoqqa chiqdi. Harromi bu yoqqa chiq. Nima bo'lgan? Bu tema og'irgacha mana isqirtdan bo'lgan ekan o'sha joyda, mana bagina isqirt, mana. Mana buni men og'ir detektiv Puaro mana oxiriga ketadi. Erkil Puaro. Oho. Nima gap? Qandaysini? Yirtiq. Meni zo'r, meni ham o'zi boshimda arang turibdi. Ketib qolishim mumkin. Sardor rasmini qo'yay. Sardor, siz buni yozing, sizni rasmlaringizni qo'ygani uchun. agar bu gandonni men shunday qilyapti deb agar yozsam, bu onangizga borki, ishoninglar, gedeta kamida 10 yil srogi bor bu bola. Men unday ko'tni qilmayman lekin. Rahmat, bozor. Men mujikman. Basharang dosqan, apti dos. Yo, million marta aytdik shu balaga, qilma deb, yana shu ishini qilaveradi. Mana erkak bo'lib o'tiribdi-ku mana. Xunasan, nima bo'ldi? Problemani aytganim men oxirgacha eshitaychi. Problemani bu yerda aytib bo'lmaydi, menga mumkin emas. Shuni ichiga borib keldim men. Melisaxonaga bordim men. Nima bo'ldi, hay? Borib kelgan bo'lsangiz nima dedi? Bordim, qarasam ikkalasi ham boshqa xonada ekan. Meni addini tergov qilishdi. O'shalarda xuddi shu Shahi bilan qanday gaplashgan bo'lsam, telefonda, Telegramdan xuddi shuni aytib berdim. Hammasini. Чтобы ikki xil bo'lib qolmasin gapimiz deb. Pastava qildingiz-da? Men to'shda gapirdim. Guchida haqiqatda yomon ko'rardim. Guchida pis qilib tashladim, короче. Keyin men Hamid rasmini qo'yganman. O'sha ikkalamiz sevishamiz, suda. O'shasiga men kechirimimni so'radim, bo'ldi, meni qo'yib yuborishdi sirasi. Boshqa gap bo'lgani yo'q. Menga Shahi aytganda, qo'yib ber shuni rasmni, montaj qilib ber, shantaj qilib ber deb. O'sha hamma yozishgan narsalarni qo'yib berdim bular. Shahi $20,000 pul so'radimi? 20,000 emas, bu $100,000 so'ramoqchi edi o'sha. Men Gucci Shahi WhatsAppdan gaplashganimizda. Voy onangni sizga $100,000? Yo'da $100,000 ketdi. 3,000 mi? 3,000 bersin bo'ldi deb yotuvdik. Hech qanaqa 100,000 emas, 100,000 kim beradi? Kelalang joyiga. U bola qo'liga 100,000 pul ishlaganmi o'zi? U bola. Nozi biz gaplashganimizda u yerda 100,000 ketdi dedi. Keyinchalik biz TikTokka chiqdik-ku, uchalamiz sirazi Gustiga. Ana bundan keyin tema boshlanib ketdi. U yerda men hayron qoldim. $10,000 xolos deganda. Yo'q, 3-4 ming so'radi, bermadi-da Sardor. Toshkentdaman, men Shahi bilan ko'rishdim, Gucci bilan ko'rishdim. 20 Nozi opa $20,000 bilan ushlanibdi. Tashabdimi $20,000? Mana hozir Zohid olib borib beribdi pulni. Pastava qilganda. Pastava. Shuncha ehtiyot bo'lish kerak. Mayli, menga gapirish mumkin emas, men tushdim. Menga qara, bir minut bitta savol beraman. Ha. Necha yil ketdi ular? Gucci 5 yil, Shahi 8 yil. Gapimga javob beraman. Отвечай. Bo'ldi, ketdim, davay. Davay, bo'ldi.
Guchim balasi bormidi, yo'qmidi? Bor ikkovni ham balasi. Uni ham balasi bormi? Ikkovni ham o'g'li bor. Ay, gandon. Prosta u pul so'ramadi, soat-poatlarni so'radi-da. Bilya, unaqa qilish kerak emas edi. 20 ming degan gap yo'q edi lekin o'rtada. 20 ming dollar Zohid aytdiki, o'zim ustida turdim, meni ham olib kirdi dedi, 20 ming dollar pul bilan kirdi dedi. 20 ming dollar. Bular 100 ming dollar 100% pul so'ragan, katta pul so'ragan u boladan. 100 ming dollar pul bor deb o'ylaysizmi, Sardor? Kim bilandir kim yursa 100 ming dollar. Endi Nozijon, endi bilib bo'lmaydi. Kimnidir mashinasi bor, kimnidir uyi bor, kimnidir gaz hissasi, kimnidir biznesi bor, kimnidir restorani bor. Balki bu bolada ham bo'lgandir. Qayerdan bilasizlar? Voy, Lekin onasini skay borki mana etechimdan bir tomondan ikkalasi ham somsa poxo'y, lekin ikkalasini ham balasi bor ekan. 5 yil yetimday katta bo'lib, onang qayerda desa, onam turmada deyishi bilan juda yomon-da. Juda yomon. Nihuya sebe juda yomon. To'g'risida aytdi, maktabga borgan payti onang qayerda deb oshnalari so'rasa, onam turmada desa, yopti faymat.